Bugun sizlar bilan yuqorilab va tanlay kemtigi bilan tug'ilgan bolalarni operatsiyagacha tayyorlash bosqichidagi ishlatiladigan nam apparati haqida gaplashamiz. Nam apparati artadan tik moslama bo'lib, yuqorilab va tanlayning to'liq kesib o'tuvchi kemtik turida ishlatiladi. Chaqaloq 2 haftalik bo'lgandan so'ng bu apparat yasab beriladi va 3-4 oy davomida taqiladi. Nam apparati bir vaqtning o'zida 3 ta vazifani bajaradi. Qattiq tanlay sohasidagi kemtikni yopadi, burun va og'iz bo'shlig'ini qisman ajratadi. Shu sababli bola ovqatlanishda ancha yaxshilanadi va butilkada ovqatlana oladi. Kemtikning ikkita tomonini bir-biriga yaqinlashtiradi, natijada kemtik o'lchami kichiklashadi. Bu esa operatsiya jarayonini yengillashtirib, estetik natija beradi. Yana bir yaxshi tomoni bu apparatning burun teshigiga qo'yiladigan qismi bo'lib, kemtik tomondagi burun qanotining deformatsiyasini to'g'rilashga yordam beradi. Shu sababli aziz ota-onalar, farzandingiz shu nuqson bilan tug'ilgan bo'lsa, o'z vaqtida shifokorga murojaat qiling.